Anuni ko'rsan ukam, anuni bu jentri bo'ladi ukam. Sen kamroq ishlaysan, men jentri deyman hozir ukam. Mana mashina tezroq harakat qilib, yaxshiroq ishlaydigan bo'lsang ukam, gelik qilishimiz kerak. U gelikni otaga sovg'a qilishimiz kerak, to'g'rimi? Niyat qilganlar bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, jigarki. Gap bu haqida emas hozir. Mana bu mango bo'ladi. Mangoni juda ham zo'r bo'ladi. Yaqinroqdan keyin ukam kesinglar. Qani, xudo xolisa mangoni kesib, bahosini beramiz. Mangoni ko'rasizlar, juda ham sochli, vostochli bo'ladi. Qani, sekin bundoq qilib ko'ringlar. Bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz. Hop. Mana qaranglar. Nima deyapti? Go'zalmi? Go'zal. Xullas, bittasini bundoq sekin olamiz. Bismillah. O'ta shirin bo'ladi. Sizlar uchun bir donasini 40 ming so'mdan qilib beramiz. Menimcha hech qayoqqa qilib bera olmaydi bunaqa narx jigarki. Mana bananni ko'ryapsan, to'g'rimi? Xitoy sotyaptimi? Bu Vietnam bo'ladi, juda ham shirini bo'ladi. 17 ming so'mdan 1 kilosini qilib beramiz jigar. Like bosib qo'ying. Xudo xolisa kelib kelsangiz menimcha arziydi. Unli fruit bo'ladi, apelsini quruvda o'tganlar uchun jigarki. Yoqmaganini oling. Xullas, mashina kelsa qolamiz. Sen o'zing tanlab oling nimaylar. Mana buni qaranglar, sochini va sochini bo'ladi. Nima deyapti? Sal siqdim, suv oqib ketdi. Jigarki. Mana bu nok bor, qani nok. Mana nok ishlaganim bor edi, mazasini. Qani bismillah. O'ta shirini siz qidirganingiz PR bo'ladi, PR. Bu eng shirin nok bo'ladi. Oq noklarning ichida eng shirini shu bo'ladi. Bismillah. Qo'da. Skitkada. Javob skitkada 16 ming so'm. Buni nechta sotyapsan? 20 ming so'm ekan. Korobkaga 170 ming so'm. Faqat korobkaga. Kelib korobkasiga 170 mingga. Olasizlar 11 kilo bo'ladi. Bular qancha bo'ladi? Qaysi? Hop, 15 ming so'm sotyapmiz. Siz uchun 14 ming so'm. Mandarin bo'ladi. Mandarin dadil bo'ladi. Jigar. Bomba. Kelishga olib ketish kerak. Hop. 20 mingmidi? Qizili yangi hosil. 18 ming so'mdan qilib beramiz. 5-oktyabr soatimiz 8 atrofida. 18 ming so'm. Marakuya donaga 10 ming so'mdan 10 ming so'm hech kim qilib bera olmaydi. Drakon oqi 15 ming sotyapti. Sizlar uchun 14 ming so'mdan bir donasi 14 ming so'mdan. Qizili nech pul sotyapti? 20 ming. 18 ming so'mdan. Yurjiga. Mana nech pul sotyapsan? 40 ming so'm. 40 ming? Ha. Qo'llar yig'ishtir, xalq mazza qilsin, ananasning foydaligini bilasiz, jigar. Faqatgina Ilon otadan, Beltepadan 35 ming so'mdan xarid qilasizlar, ko'rishingiz mumkin. Ananas 35 ming so'm, jigarki. Hop, cheshinli ananas 28 ming so'mdan bir donasi. Foizlari yo'q. 28 ming so'mdan, okalar, kenajonlar 28 ming so'm. Agarda ko'proq oladigan bo'lsangiz, kelishtirib beramiz. Kelgan. Mana bu Kosta-Rikami nimadir deydi. Juda ham shirin ananas bo'ladi. Kelishtirib skitkada nech pul sotading? 70 ming. Voy, insofim bormi? 65 ming so'mdan qilib beramiz. 65 ming so'm. Hop, apelsinlar 21 ming so'm. Kel. Mana buni ko'pchilik yaxshi ko'radi. Nech pul sotasan donaga? 40 ming. Nech pul? 40 ming. Bo'lsin, xalqimizga bo'lsin. Okay? Oxirgacha ko'ryapsiz. Like bosib qo'ying. 32 ming so'm, okay? 32 ming so'm bir donasi. Hop. Jujuga nech pul sotyapsan? 35 ming. Nech pul? 35. 33 ming so'm. 33 ming so'mdan kelib olib ketsanglar bo'ladi. Bir donasi 33 ming so'm. Hop, noklarimiz bor, assortiment bor, assortimenting ham qopti. Ertaga 6-oktyabr kuni to'ldirib qo'yaman. Bu aksiyamiz 5 bo'lsa 6-7 8-oktyabr kunlariga bor baraga kelib olib ketaveringlar. Xudo xolisa narxlarimiz bomba, sizlarni hammanglarni kutib qolamiz. Unli fruitni
apelsinlarni so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, nech pul qilib berdi? Korobkaga? Ish uzat tortavering. 25. 21 mingdan tortib beraman korobkaga. 21 mingdan. Kiloga 22 ming so'm. Faqat like bosing. Chin dildan olinyapti, o'ylab topilyapti gaplar. Faqat like bosib Toshkentga tarqatib qo'ying. Bu aksiyamiz faqatgina Chilonzor filialida bitta donamiz, okalar, Chilonzor algoritm filialida bitta donamiz Hazrat masjidi bizdan chiqib ketdi. Bu narx-navoga faqatgina ilon-tega kelsangiz bo'ladi. Murojaat uchun nomerlar bor, okalar. Bu aksiyamiz Chilonzor faqat bizga ta'sir qiladi. Keyin Beltepaga like bosib qo'ying, Toshkentga tarqating, masalani.